Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilamlar markazidamiz. Hammalaringga assalomu alaykum, xayrli kech, hurmatli obunachilarimiz. Tabriklachalayim bo'ladi va nihoyat 5000 ta bo'ldik. Xudo xolasa, menga qo'llab-quvvatlab duolar qilib tursalang, 10 mingta, 15 mingta bo'lsak, xudo xolasa, narx-navolarni bundan ham arzon qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, 2026-yil 21-iyul sanasida inshaalloh sizlarda bugungi magazinimizdagi narx-navolar bilan va hamma so'rayotgan sifat jihatdan yaxshiroq, lekin narx-navolari arzonroq bo'lgan, hamyonbop bo'lgan gilamlarni yangi kelgan partiyalarni narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni endi ko'rib turgan bo'lsangiz, o'tkazmasdan ko'ring va like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham eslangdan chiqmasin. Xo'p, hozirgi kunda eng nima desa bo'ladi, gilam olishdagi qaysidir ma'noda bir xatolik desa ham bo'laveradi. Bitta gilamni telefonda ko'rib yoki misol uchun bu magazinda ko'rib turib, keyingi magazinga o'tib turib nisbatan arzonroq oldim yoki shunaqangi holatlar bo'lyapti. Shu mavzuda video olyapman. Inshaalloh gilamlarni bir boshidan ko'rsataman narx-navolari bilan va sifat jihatlarini aytib o'taman. Shu aytib o'tganimdek bitta like bosib qo'yasiz. Razmerlari 3,5 metrga 5 metrlik. Bismillah. 3,5 metrga 5 metrlik. Qalinligi ancha qalin bo'ladi. Hamma so'ragan ko'rjalari, populari bor. Yurganda oldi lansetlari ancha yumshoq bo'ladi bu gilamimizni. 3,5 metrga 5 metr. Shu turishi 2,8 million so'm, 2,5 million, 2,7 million so'mga sotiladi shu ko'rib turgan gilamlaring. Orqalari 100% kanob to'qimali, ikkala boshida populari bo'ladi. Orqalari 100% kanob to'qimali bo'ladi. Gullari 100% ranglari o'tgan orqasiga. Razmeri 3,5 metrga 5 metr. Ushbu bugungi kunga taqqosla aytadigan bo'lsa, narxini faqat bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga va bundan sotdik ham bizga har qilgan mijozlarimiz aytib qo'yasizlar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Narxini 2 million so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 5 metrlik gilam. Endi kimdir videoda ko'rib, ushbu ko'rib turgan gilamlaringni 2 million so'm narx aytayotgan bo'lsak biz, men nisbatan arzonroq oldim yoki boshqa joyda arzon ekan deyapti. Sabab sifat jihatligini bilmaslik deb o'ylayman. Va yangi kelgan partiyalarimizdan 3,5 metrga 5 metrlik gilamimizni xudo xolasa ko'rsatib o'taman sizlarga va narx-navolarini aytib o'taman. Haqiqatan sizlardan o'ylaganlaringdan nisbatan arzonroq aytadigan bo'lsam, bitta like bosib qo'yasizlar. Va kommentariyaga sizlar o'ylagan narx nech pul edi, shuni ham yozib qo'yishingiz eslangdan chiqmasin. 3,5 metrga 5 metrlik. Orqalari buni ham 100% kanob to'qimali. Xohlasalaring ikkala bosh populi variantlari ham bor buni. 3,5 metrga 5 metr. Shu turishi 2 million, 2 million 200 ming, 2,5 million so'mlik gilamda vidini beradi. Orqalari 100% kanob to'qimali bo'ladi. To'qima deganda ko'pchilik qanaqa bo'ladi deb ham savol beryapti. Orqalari to'qima, gullari orqalarida ham oldi ko'rinish qanaqangi bo'lsa, shunaqangi o'tgan bo'ladi. Bundan ko'ra nisbatan yuqoriroq gilamda orqalaridagi shu ko'rinishi nisbatan xiraroq bo'ladi. Bu gilamimizda orqalari 100% o'tgan. 3,5 metrga 5 metr. Ro'zg'orga ishlatgan yoki kelinchaklarimiz seplariga ham bemalol berilsa bo'laveradi shu ko'p turgan gilamlaringni. Narxini bozorlarda 1 million 500 ming so'm, 1 million 600 ming, 1 million 400 ming so'mga sotiladi shu turishi. Bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 860 ming so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 5 metr. Kvadrati yoki da metr emas, shu turishi 860 ming so'm faqat obuna bo'lib bizga qo'llab-quvvatlab turgan mijozlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun. Bu gilamimizni bundan oldingi videoyimizda ham qo'ygandik. O'tgan haftada to'g'risi ulg'itolmay qoldik. 3,5 metrga 5 metr gilamimizdan qolmadi umuman. Zavodda ham faqat shunaqangi ochiqroq seri svetlarda qolgan ekan, shuning uchun majbur bo'ldik. Moviy qizillardan bir dona qolganda bugun Tojikistondan bitta opamiz kelgan ekan. 5 xonali gilam olishdi. O'shalarga berdik qizilini. Daroshkalarni qizil qilib moslab berdik. Va sizlarga shunaqa bej seri svetlarni olib chiqib qo'yganmiz. 3,5 metrga 5 metr.
metri va shu turishi 860 ming so'm. Dastavkalarni qilib beramiz bu aytayotgan narximizga. Kelib, ko'rib, bemalol kassalarni ushlab ko'rib, gullarni tanlab olib ketishlari mumkin. Shu turishi 860 ming so'm. Ko'rinish jihatdan 2 million so'mlik gilomni vidini beraveradi shu gilom. 3,5 metrga 5 metr 860 ming. Hozirda ko'rsatmoqchi bo'lgan gulim ham yangilik gul. Xudo xolasa o'zimiz ham shu zakaz qilish jarayonida ko'rganmiz xolos. Oldin chiqqan bo'lishi mumkin, lekin buni svetlari yangilik. Hozirgi kunda yangi ipga o'tyapti. Zavod iplari, ranglari yangilik. Gullarning bejirimligini qarang. 3,5 metrga 5 metr. Narxi 860 ming. Shu ko'rib turgan gilomlaring faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun 860 ming so'm turishi. Xo'p. Hozirgi kunda yana ko'proq so'ralayotgan razmerlardan 3,5 metrga 6 metrlik ochiqroq svet so'rashyapti. Bunisini olib kelib qo'ydik. 3,5 metrga 6 metrlik bemalol kelaverasizlar. Hamma razmerlarda shu hafta boshida kamikoslarni olib chiqib qo'yapmiz. Keyin nisbatan asatkaroq gilomingiz bormi? Arzonroq beradigan deyapti. O'z bizda narx-navolar arzon va asatka tovar turmayapti. Allohga shukr. Bu haftada kelganini keyingi haftagacha imkon qadar bo'shatib yuboryapmiz. Alloh qodir qilgancha bo'shatib yuborishga harakat qilyapmiz, chunki savdolarimiz sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring, duolaring bilan zo'r, xudo xolasa. 3,5 metrga 6 metr. Hammasidan ham narx qiziq bu. 6 metrlik uyga, 3,5 metrga 6 metrlik uyga bitta gilom olaman deb turdingiz. Narx-navozingiz qimmatli qilib turgan bo'lsa, biz endi ko'rib turganmiz, obuna bo'lib qo'ying. 3,5 metrga 6 metr mana. Ko'rinishini qarang. Shohona-yu bu gilom. Parda, mebel tanlamaydi. Hozirgi kunda eng so'nggi dizaynlarda. Va bu kasbada bunaqangi chekkalarni oppoq qilib ishlash, xudo xolasa sizlar uchun zakaz qildik bu yukimizni. Oldingi belgiyskiy xiva gilomlarda guliga o'xshaydi gullar. 3,5 metrga 6 metr. Shu turishi 1 million 800 ming, 2 million 200 ming so'mgacha sotilyapti bozorlarda yoki magazinlarda. Narx qiziq oxirida. O'zimga ham qiziq. Inshaalloh shu Ziyo gilom markazi ishchilari hammamiz bitta bo'lib, sizlar uchun 3,5 metrga 6 metrlik ushbu ko'rib turgan gilomlaringni narxini 1 million 290 ming so'm qilib beramiz. 1 million 290 ming. Faqat shu gulidan bormi deyotgan mijozlarimiz uchun ataylab ikkita ochib ko'rsatyapman. 3,5 metrga 6 metr. Nisbatan yuqoriroq gilom bemalol bitta o'zingiz ko'taryapsiz degan savollar ham bo'lyapti. Endi biz o'rganib qolganmiz. Shu turishi hozir 50 kilo atrofida bo'ladi. 50 kilo yoki oshiqroq. Endi bundan ko'ra yengil arzonroq variantlari bor. Endi 3,5 metrga 6 metr gilom 30 kilo atrofida chiqadiganlari ham bor. Xo'p, 3,5 metrga 6 metr. Bu guldan oldin ham qo'yganmiz. Lekin ranglari xudo xolasa yangilik. 3,5 metrga 6 metr. Bitta mehmonxonaga tushadi-yu. Mana. Narxini so'zib o'tirmayman. 1 million 290 ming so'mga shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ygan mijozimizga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari 3,5 metrga 5,5 metrlik gilomimizni o'tgan haftada bundan ham qo'yganda 5,5 metrlik narxini 950 ming so'm qo'yganmiz. Eng arzon metrajni, eng arzon prostoy metrajni olsangiz 200 ming so'm bozorda. 200 ming so'mlik metrajni oladigan bo'lsangiz 1 million 100 ming bo'ladi. Men sizga tavsiya qilayotganim tayyor gilom. Chekkalari zavodskiy makinali bo'ladi. 3,5 metrga 6 metr. Hozir ko'rsatayotganlarim 3,5 metrga 5,5 metr. 3,5 ga 5,5 metr. 960 ming shu turishi. 3,5 metrga 5,5 metr. 960 ming.
Nimaga sababdan metrajdan ko'ra ham arzonroq deyotgan mijozlarimiz uchun. Buni biz metrajni oladigan bo'lsak, chekkalarni kesib, mana shunday holatga keltirguncha ham nisbatan rasxod qilamiz, boshqa qilamiz va metrajnida tushirish jarayoni bor, boshqalar xullas mehnat og'irroq bo'ladi metrajnida va sifat jihatdan mana bu aytayotgan gilomimiz metrajdan yaxshiroq, keyin ko'proq ob'yemda to'qittirishimiz oson bo'ladi. Razmerni o'ziga to'qib beradi xolos. Shuning uchun tayyor gilomni razmerlarini biz ko'proq zakaz qilyapmiz. Chunki hozirgi kundagi standart uylarga tushadi. Bu gilomlarni yana 370 ga 5, 370 ga 5,5, 370 ga 6, 370 ga 7 shunaqangi yeni nostandart 370 lik uylaring bo'lsa ham bemalol qo'rqmasdan kelaverasizlar. Hamma razmerlarni qilib beramiz. Endi 4 metrligiga pul to'laymanmiz. Yo'q, endi 4 metrlik emas, faqat 370 ga 7 metr bo'lsa joyiz, zavodskiy 370 ga 7 metrlik gilomini beramiz. Narx-navolari, misol o'shani tushungan 4 metrlik pul to'lamaysiz xullas. 370 lik zavodskiy variantlari ham bor. Shuning uchun nisbatan arzonroq, ko'proq razmer zakaz qilganligimiz uchun narx-navolarni sizlar uchun arzonroq berishga harakat qilyapmiz. 3,5 metrga 5,5 metr. Eng arzon metrajnidan ham narxi qancha 140 ming so'm arzon tushyapti. 960 ming, 950 ming so'm. 3,5 metrga 5,5 metr. Kattaroq razmerlardan ham ko'rsatayman. Mani uyim 8 metrli deb aytishgan ekan va 8 metrli uyga endi minimum 2 million so'm va 2,5 million so'm hisob qilasiz. Endi 3,5 metrga 8 metrli uy bo'lsa 2,5 million so'm hisobingizga olavering. Chunki joy katta. Shunaqa o'ylanib turgan paytingizda biz sizlarga 3,5 metrga 8 metrli video o'tkazmasdan ko'ring. Arzon narxda tavsiya qilaman. Bu ham yangi kelgan partiyalarimizda. Bu gilomlarda yuvganda, boshqa qilganda o'zgarish bo'ladimi? Shunaqangi savollar bo'lyapti. Nisbatan narx arzonroq qo'ysak, sifatsiz gilom deyishyapti. Sifati bexijolat. Malirali oldin pichoqni o'zing ko'r, og'rimasa birov ko'r deydi-yu. Shuni singari agar sifat jihatdan o'ta ham nimasi bo'ladi. Xizmat jihatdan nisbatan professional narsa bo'lsa tavsiya qilmaymiz. Chunki olgan odam buni misol hech bo'lmasa 5 yil yoki misol 10 yil ishlatish kerak. Bemalol kelib ko'rib hal qilishlaring mumkin. 3,5 metrga 8 metrligini ochyapman. Razmeriga ahamiyat berib qo'yasizlar va narx-navolarini taxmin qilib turinglar, xudo xolasa. Va ko'pchilik hamkasblarning videolarini ko'raman. Chunki menda ham narx-navolar boshqalarga nisbatan balandroq bo'lib qolmayaptimi? Shularga ahamiyat berib qo'yaman. Bu negativlik emas, o'sha hamkasblarimga prosta o'shalarda qo'yayotgan narx-navolarga solishtirib, imkon qadar o'shalarga narx-navolarni yaqinroq qo'yishga harakat qilaman. Yani qo'limdan kelsa arzonroq qo'yishga harakat qilaman. 3,5 metrga 8 metrlik ilon. O'sha aytib o'tganimizdek, orqalari 100% to'qimali. 3,5 metrga 8 metr. Masa bo'ladi. Bu 8 metrlik, 7 metrlik ilonlarni ko'pchilik arzon qilmaydi, chunki arzonroq odam bo'lsa ham 2 million 200 ming so'mga borib qoladi. Shuning uchun nisbatan 5, 5,5, 6 metrgacha bo'lgan ilonlarda ko'proq ko'rsatishar ekan. Yani 8 metrlikdan ko'rsatib o'tyapmiz. Bundan oldingi videolarimizda qalinlarini ham ko'rsatganmiz. Endi ko'rib turgan bo'lsangiz, profilga o'tib bemalol oldingi videolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. 3,5 metrga 8 metr, 10 yo 15 yildan oshiq guli bor. Bemalol ko'rib hal qilishlaringiz mumkin. Buni metrajli variantlarini olib kelib qo'yganmiz. Endi ertaga inshaalloh metrajlarni ham syomka qilib chiqaramiz. 3,5 metrga 8 metrli uyingiz bo'lsa, yoki ayvoningiz bo'lsa, yoki holingiz bo'lsa, narxini 1 million 500 ming so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 8 metr. Shu turishi 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'm. Inshaalloh nalishnikda bor. Bundan tugab qolmaydi. Reklama qilib olib kelganingizdan keyin bundan tugab qoldi, bundan tugab qoldi demaymiz. Xudo xolasa mana shu haftaning oxirigacha yetadigan darajada olib chiqib qo'ydik. Va bizdan bugun kelib gilom xarid qilganlar massa bo'ladi. Yozib qo'yinglar inshaalloh. Kommentariyada fikrlarni yozib qo'yinglar. Oldik. Narx-navolar o'sha aytganlaridek ekan yoki misol uchun ko'ngildagidek bo'ldimi va bizdan qanaqangi kamchilik xatolar o'tgan bo'lsa bemalol yozib qo'yasizlar. Inshaalloh to'g'rilashga harakat qilamiz va hammalaringga kattakon rahmat aytamiz. Bugun uzoqdan kelishdi, Namangan Popdan kelib gilam olib ketdilar yosh katta onaxonimiz. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik ishonch uchun, uzoq yo'lda taqdimasdan kelganligi uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, aytgan va'dalarimizni bajardik. Bonuslarimizni ham qo'ldan kelgancha qilib berdik. Narx-navolarni ham nisbatan
arzonroq mo'ljalga kelgan ekanlar, lekin sifat jihatdan yaxshiroq bo'lsin dedilar. O'zlari ko'ngildagidek narsa qilib berdi inshaalloh. Va bizda onlayn zakaz qilayotganlarga ham gilomlarni chiqarib beryapmiz va bir dona yoki 2 dona bo'lsa, men bor uzr so'rayman, chiqarib berolmayotgan vaziyatlarimiz ham bo'lyapti. Sabab bitta o'zini chiqarib oladigan bo'lsa, yo'l kirasi 200 ming, 300 ming bo'lib ketyapti. Shuning uchun chiqara olmay qolyapmiz. Imkon qadar 2-3 kishi bo'lib, birdaniga gilom olmoqchi bo'lsalaringiz, zakaz qilinglar, qo'rqmasdan. Omonatga xiyonat qilmaymiz. Sapabali o'yin nima desa bo'ladi. Pul tushib berganimizga kelmasachi, shunaqa narsalar ham odamning hayolidan o'tishi mumkin. Bizda unaqa emas. Gilomni chiroyli upakovka qilamiz. Mashinaga yuklagan jarayonimizni ham tashlaymiz. Shopir bilan bemalol gaplashasizlar, keyin pulini kartaga o'tkazib bersalar ham bo'ldi. Inshaalloh manzillaringga 5 kat yetib boradigan qilib, chiroyli upakovka qilib jo'natib beramiz. Xo'p, bundan tashqari ushbu ko'rib turgan gilomlaringdan, misol uchun 2 tadan 3 tadan xarid qiladigan bo'lsalaring, savdoda misol uchun 2 million 500 ming so'mdan oshiq xarid qilgan mijozlarimizga o'sha va'da qilgan 1 metri 30 ming so'mlik daroshkalarimizdan ham 3 fashga qoldi. Inshaalloh 90 metr 2,5 million so'mdan oshiq xaridlar uchun endi 80 santimetrli daroshkamizni 1 metrini 30 ming so'mdan qilib beramiz. Ushbu ko'rib turgan daroshkalaringni zavod narxi ham 40 ming so'mdan baland aslida. Faqat nima sababdan buni 30 mingdan beryapsan degan savol ham bo'lishi mumkin. Auditoriyamiz yana ham kengayishi uchun va bizlardan gilom xarid qilgan mijozlarimizga gilom narxi yana ham arzonroq bo'lishi uchun shu taklif bilan chiqdik zavodga va ma'qullaganligi uchun shunaqangi holatda qilib beryapmiz. Bundan tashqari mana shunaqangi premium kassivadagi qalin daroshkalarimizdan ham bor. Mana misol uchun mana bu gilomni oladigan bo'lsangiz, yoniga bir xilda komplekt daroshkasi bo'lsa, olish kerak bo'lsa, o'ylanmasdan kelaverasizlar. Hamma razmerlari bor. Mana shu ko'rsatayotgan 8 metr gilomimizni ham endi 80 santimetrdan boshlab 4 metr enligigacha hamma razmerlarni qilib beramiz. Manzilimizni boshida aytib o'tdik. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozorini ichkarisida joyimiz. Ziyo gilomlari markazi, o'zimizning logotipimiz bor. Va bugun bir ikkita xatoliklar bo'ldi. Xatolik deganda qanday? Bizni so'rab kelishgan, yopilib ketdi boshqa. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab duo qilib tursalaring. Xudo xolasa bundan-da ko'proq gilomlarni arzon narxda qo'yib berishga harakat qilamiz va ish jarayonimiz tugab qolmaydi. Chunki sizlar duolaring bilan Xudo xolasa kechga keldik. Bundan buyog'iga ham duo qilib tursalaring. To'xtab qolmaymiz sizlar uchun. Hammalaringga kattakon rahmat. Vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Ziyo gilom markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun bitta like bosib, gilom olaman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Tuningiz osuda va barakatli bo'lsin. Rahmat hammaga.